aytdim aka, Malibu ko'rinmay qoladi dedim-ku. Har xil Kia K3, Malibu ikkilarni choyini chiqizadigan, ulardan ancha aqlli bo'lgan, narxi ham arzon bo'lgan. Bugun Forcing S7 avtomobil haqida gaplashamiz. Salon qismiga kelsak, ega ko'rsadan bo'lgan perforatsiyali sideniyalari, barcha o'rindiqlar abduf abagrev isitish sovutish funksiyasiga ega, rul, barcha multimedia funksiyalariga ega, displey 20 diametrli tablo displeyi, tomida esa kattadan katta bo'lgan panoramasi. Bu avtomobilimizda akkumulyator 55 kW dan kelib chiqib, 555 masofani bosib o'ta oladi. Orqa privodda harakatlangan 606 sekundda 0 dan 100 gacha tezlasha oladi. Avtomobil liftback kuzovida tez harakatlanganda, juda ham tez harakatlanganda qarama-qarshi havo bilan kurash xususiyatiga ega. R19 katta yakka hamma ballonlarida va ikki xil bo'lgan linza chiroqlari bilan jihozlangan. Bu avtomobilimizni 50% bosh to'lovi bilan rassrochka asosida Urban Drive ilovasi orqali xarid qilib 1 million so'm cashbackga ega bo'ling.